Yürü. Aql ko'rsatib qolsa ajab emas. Olimning keyindan ixtiyorsizlab palchining oldiga keldi. Burun yilgar quv ko'rinadigan bu palchi amdilikda ko'zimga mening nijotkorimdek ko'rinadi. Berib salom qilib bo'lgandan keyin olim, bu og'inamga palchi baqqan bo'lsizlar, dedi. Palchi dastlab mening ismimni, ondan opamning ismini, tug'ilgan kunimni so'rab olgandan keyin bir muncha tasvir toshlarini 2 dan 3 dan 4 dan ayirib, menga birdam qarab turib etib so'z boshladi. "Ha, balam", dedi u. "Beshingizga bir ish kelibdi. Lekin hal bo'lib ketdidek. Yiroq bir yerga safarga chiqdiksiz. Safaringizning xayrli bo'lishi uchun juma kuni yo'lga chiqing." U yana ko'zini tasvir toshlariga yugurtdi. Olimga mansitmagandek qarab qo'ydim. Bundaq gaplarni menmi deyalayman deb o'yladim ichimda. U palchi gelini qarab qo'yib yana so'zladi. Sizda azroq ibodat kamchilkan. Musulmon bo'lgandan keyin ibodatni to'liq, yaxshi qilib, 5 vaqt namozni vaqtida ado qilib, Allohning do'stisingiz, tilaklaringiz amalga oshgudek. Voh, mana aql degan. Garchi dastlabki gaplari xo'shaqmagan bo'lsa-mu, lekin oxirgi gaplari haqiqatan to'g'ri chiqqan edi. Men texi bir vaqt namozni ado qilmay kelyapman. Vaqtqo yor beratdi. O'zimning bo'shanligi, imonning susligi, e'tiqodimning bo'shligi. Endi bo'lsin boshlab olay. Hozir Qur'ondagi so'rlarni ilm-fa orqali isbotlay olmasa, olim hisoblanmaydigan, boshqa dindagilarmi islom dinining haq din ekanligini his qilib, iymon etib musulmon bo'lib atgan, har xil mo'jizlar bilan qiyomat kunining yig'ilishib kelayotganligidan derak berib atgan tursa, men tek namozimni ado qilmoqda yo'q, Allohdan baxtini tilasam, albatta oqmaydi. Aql deb olganimga xo'sh bo'lib ketdim. U palchi qayta rahmat aytib, xo'shlashib oldik. "Ha, palga ishonmayding-ku?" Olim mazoq qilgandek so'radi. "Hozirmi ishonmayman?" Qiziq-da sen. Amsi nimaga uncha uloqqa chiqib ketding? Palchining gaplarining hammasiga ishinib ketgan bo'lmasmi? O'zimning namoz o'qimayotganligim biroz. Şunu işlerim ilgiri basmagan gap. Hep belli. Mal gaping joyida. Bilemsen, sening şu mijozing seni 1000 odamning orasida ayirib turdi emasmi? 1000 yilda bir tepildigan degina. Kulimsirab qo'ydim. Boshqalar seni bekorga maqtanchoq demaydi-ku. Menmi kulib qo'yib. Men Dilxumar bilan hozir ko'rishmayman. Uning telefon qilib patarda bardog'larim deb qo'yman. U cho'qim mening telefonimni saqlab oldi, dedim. Ha, ma'qulamsa. Menmi qaytay, xotin uyda saqlab ko'z to'tib ketganda aqichan. Uning bu gapini anglab ichim g'uj deb ketdi. Xap. Kunlarning birida bizmi olamiz xotin degandi. Telefonimni qo'limga olib, hali qog'ozlik nomerlarni bosdim. Shunchalik oldirmay, yuragimni qattiq kontrol qilib turib olgan edim. Telefonni quloqimning yeniq aparg'icha yuragimni yana kontrol qila olmay qoldim. Vay. Telefonni olib solgan bo'lsa kerak, yesh cho'ngroq ayol edi. Cho'nqir nafas ilib deb gap qildim. Assalomu alaykum. Qanday ahvollari? Salpa qo'rnib qoldi. Va alaykum assalom. Xudoga shukr. Siz kim bo'lasiz? Men G'ayrat, Dilxumarning do'sti. U edi bormidi? G'ayratjanmi siz balam? U intoyin hayajonlangandek turadi. Qanday ahvolingiz? Yaxshi turib-atamsiz? Xudoga shukr. Ammo sizlar-chi? O'z tinchlikda? Tag'amchi, salomatligi yaxshimi?
Yaxshi balam. Nimishqidir, uning ovozlari uzilib chiqyapti. Ota-onangizchi? Salomatmi? Xudoga shukri, hammasi salomat. Haros, Dilxumar bormidi? Tinchlik so'rash bo'la bo'lmayla, og'zimdan uning ismi chiqib ketdi. Dilxumar ishqib ketgan. Tushda tamoqqa keladi. Telefon nomeringizni deb bersangiz, men uningga deb qo'yay. Sizga telefon qilsin. Yo'q, bo'ldi. Uningga demisizlar. Men tush telefon qilay. Ma'qul. Uningga demay. Bo'ladi hamsa. Tanlarni ko'p osirsizlar. Xudoyimga omonat. Xudoyimga omonat. Uf. Ajab qiynaldim ha. Telefonni bog'dirli qo'yib yotganim bo'lmay qoldi bu qandaqa? Meni tunmaydi-kina? Cho'qim Dilxumar gapimni qilib beribdi. Ko'pincha qizlar birini yoqtirib qolsa, birinchi bo'lib qildigan ishi afsiq deyish-ku. Maylilar, baribir biladigan bo'lgan ekan. Ota-onamga qandoq deyman? Ular nimada? deganlarni o'ylab uyga qoldim. Kirsam opam qochqishlarni yuvib etibdi. Meni ko'rib, qo'llarini surtga so'rdi. Oqshom kelmading-ku. Yana ismini qo'shib ishladingmi? Ha, opa. Zo'rg'a kulimsirab qo'ydim. Bu ishni deyish uchun cho'qim avval ko'nglim tutish kerak deb o'ylaydim. Dadam ishga ketdimi? Ha. Tamoq ustilda sen tayyorlab qo'ygan nashtliq bor. Nashta qilib ol. Ha, ma'qul. Shundaqda tamoq ustida oldiga kelib o'tirdim. Nashta qilg'ach, opamning bu ish qanday qaraydiganligini texinbek bilgim keldi. Dadamga qaraganda opam bilan ochiq yo'riq paranchalaydim. Shundaqdimi bu ishni deyish xili tezga o'tadi. Opa, agar men to'y qilaman desam qanday qaraysan? Opam ishini qilg'ach javob berdi. O'g'il bol bo'lgandan keyin o'ylanasan albatta. Opamga maqsadimni bilindirmay bu ishga qanday qaraydiganligini bilib bo'lmoqchi bo'lib atay so'radim. Agar men namratroq bir qizni olmoqchi bo'lsam-chi? Bo'lmaydi. Opam xiyolda yo'q, qochqishlarni yo'g'ash javob berdi. Namrat bo'lsin, nima bo'pti? Hayron bo'lib so'radim. To'y qilib bo'lgan, tug'mas desam xili gap o'xshaydi. Xudoing bormi desa, "Bor degidek odamning qizini elib berman sana." Sana qudi kerakmi, kelinmi? Borgan sir ansirab qolyaptim. Sana xotin kerak, men qudi kerak. Qandoq degan? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Shundoq deb opamga hayronlik nazar qaradim. Qulog'imga ishonmayli qilyaptim. Opam odatda xili ko'nglim suyunadigan gaplarni qiladi debamiz. Kinolarda boylar namratlar bilan qudilishadigan ishlar bor-ku. Ammo men barcha o'zim asossiz deydim. Men paket bo'lmas bo'lmaydi. Opam ishini tugatib tomoq ustidan yana kelib o'tirdi. Ha, birisini tepag'an o'xshamamsan? deb so'radi. Voy, yoqay. Men seni mushundaq ishlar qanday qaraydi, bilib boqay degan. dedim men. Qaraganda haqiqiy ahvolni demak, xili qiyinga tushdiga o'xshaydi. Bargan sir titib bo'lish boshladim. Gapning beshidla maydonni o'tirib qo'yibdi opam. Bas gap qil. Men ko'nglingdagini bilmamdim. Opam yana qarab, yana so'radi. Birisini tepapsan, ha? Opamga chandırib qo'ymaslik uchun o'zgarib ketayotgan chiroyimga zo'rg'a kulki yugurtib javob berdim. Yo'qay, nima deganni qilgansan? Agar shundoq bo'lsa, nima bo'pti? Cho'ng bo'lib qoldi. Sen bu bek japa tatib ketyapsan. Aram oladigan, kelinning kuchini ko'rdigan vaqtin kelib qoldi. Demadimmi mana, tepibapsan. Gapga ustaliqini. Opangning-chu yana 10 yil uy ishini qilg'uchiligi bor.
Tapsangmı, Qudanba degidek xalqning qizini tapjimi? Cho'qim. Sal o'ylanib yana so'radim. Agar yo'ldan chiqib ketgan bir qizni yaxshi yo'lga boshlab, uni elib savobli ish qilaman desam-chi. Bo'lmaydi. Cemiyetimizde undaq odamlar chiqib baxmagan. Undaq sharmandalarning ko'pligida qaysini yo'ldan qaytirib bo'lalaydi? Lekin shunday qilsam savob bo'ladi, opa. Undaq savobni molla imomlar qilmagan yerda sanga nim kepti. Axlingdan adashdingmi ya balam? Birarsi seni o'qitib olmagandi? Voy yoqay. Qaysi zamonlar o'qitib oldigan? 21-asrning yoshlik afso ishlamaydi. Gerçi zo'rg'a kulib tursam-mu, yuragimning bir yerlar etishib turadi. Sizlar yoshlarni bir nima deb bo'g'lib bo'lmaydi. Ozroqli hissiyotning keyniga kirib ketsanlar, voy tovi degan bilan pushaymon qilgan bilan o'rniga kelmaydi-da. Bilaman. Besimdan ochdi. O'g'ling hargiz san 100 kilollarni ishni qilmaydi. Ha, endi o'g'limga o'xshading. Nada yo'q xiyollarni qilmay, nashtangni qilib bo'lib, yuyinib kirib uxlab ol. Opam shundoq deb bo'lib, ishkirga uyga kirib ketdi. Ma'qul. Yana lasida bo'lib qoldim. Opam chig'ida qo'shilmasa, yuz obro'ga opamdan bekrak ahamiyat beradigan dadam texim qo'shilmaydi-da. 2 yil qo'shilmay turib olsa, qanday qilaman? Ajab qatdi, mabash, ajab qatdi. Uyinga tushganimda men cho'qim opamga haqiqiy ahvolni dey. Opamning ko'ngli yaxshi, bag'ri yumshoq, ham mehribon. Cho'qim muhabbatimdan ta'sirlanib bo'lsin qo'shiladi. Meni qo'llaydi deb o'ylaydi. Gapning 5-qarg'andan keyin oxirini chiqarayam deydi. Lekin bevosita og'iz ochish menga haqiqatan tez keldi. Yo'yinib chiqsam, opam mehmonxon uyini yig'ishtirib o'tibdi ekan. Ishga yo'linib chechim surkay so'radim. Agar bir yosh yigit bir qatim to'y qilib ajrashib ketgan bir qiz bilan olaman desa, seningcha nima deyishini bilolmadim. Tovda g'ayratchan balam. Opam hayron bo'lib, usti-beshimga bir qo'l qarab chiqdi. Bir yigitning qiz olmoqi zo'rir. Nada undaq ish balkan? Yosh bir yigit cho'kan olsa, sana nim bo'ldi bugun? Bir kimlar beshingni qaydirib nima? Dedi u ishini to'xtatdi. Yo'q. Undaq ish yo'q. Men mundaqla shularni degash qattiq beram bo'ldim. Opamni bundaqda deb o'ylamabganman. Undaq bema'ni gaplarni qilma. Bak to'y qilaman desang, tuqqanlarning tirnoq to'xtig'idek qizlari yilimi jiq. Biri kilning bormi desa, bodugidek qizni ep berman sana. Dedi opam ishini davomlashtirgach. Gapni qilmay o'zimning o'jirsiga kirib ketdim. Kallamdagi xiyollar bargan sari murakkablashib chekilib ketyapti. Agar ular unimisa qanday qilaman? Acaba muhabbat mangulik bo'lmaydi. Muhabbat mavjud emas degan gaplar rostmidi? Rost bo'lsa, Toyir Zuhra, Farhod Sherinlar nimishqa mushchaq istillar daston bo'lib beradi. Agar qanday qilsam bo'lar? O'yla, dilxim qilmaslik qarorga keldim. To'g'risi qarab xiyol surib yetaverdim. Kallamdagi xiyollarning hech oyog'i chiqargandek emas. Tushda dadam bilan singlim keldi. Opam dadamni mehmonxonaga chaqirib, birozdan keyin yenib chiqdi. Azaldan bunday qilmaydi. Bular cho'qim boyagi gaplarni degan gap. Ular yenib chiqib birdam o'tgandan keyin singlim uyimdan eshikni chekib, "Aka, uyg'ondingizmi?" Yolg'ondan birini asni etib javob berdim. Ha, uyg'ondim. Tamuqingizni yeveling. Ha, mana. Usti-beshimni tuzashtirib, yuz-ko'zlarimni yuvib o'tib, tamoq ustiga kelib o'tirdim. Odatda xizmatim ham dadamning xizmati to'g'riliq, qo'lim qo'shna urug' tuqqanlar to'g'riliq paranglashib o'tirdik. Lekin bugun singlimning uni buni so'ragandan boshqa gap so'zlar bo'lmadi.
ko'nglim bir ishni sezib turadi. Tamoq yeyilib, duo qilinib bo'lgandan keyin dadam singlim huzursiga kirib topshiriq ishlashga buyurdi. Shuning bilan gumonim texim kuchaydi. Dadam opamga bir qarab o'tib, ustaldan ko'zini uzmay: o'g'lim, kallangni nima ishlab yiqiryapti?" "Hech qandoq", dedim suv nazarda opamga qarab qo'yib. Opam menga qaramadi. "Debdi-da", dedim ichimda. "Bo'ptila, baribir amani bildigan bo'lgandikin, David. Baya opam menga dedi, ko'nglingda nemish bo'lsa degan. Bo'yiga yetib qolgan bir yigit opasidan uni olsam bo'larmi, buni olsam qandoq bo'lar deb so'rab yursa." Menga qarab so'zini davomlashtirdi. "Biz bir oila kishilar bo'lgandikan, nemish bo'lsa ochiq yo'riq bo'lsin. Endi demasam bo'lmadi. O'z degan chog'da davomlasam, keyingi so'zlik ketsa, uni texmi seg'in ketaman. Devitay bo'ldi. Shundoq. Sizlar deydigan bir ish bor." Opam dadam bir-biriga qarashib qo'yib, diqqat bilan og'zim qarab o'tiradi. Gapni nereden başlashni bilolmay o'tirdim. Dadam bilib olgandek so'radi. "Qandoq tanishdinglar?" "Shu to'rda." Dadam chog'da aroq ichmaydi. Agar aroq ichib masjidga kirib qolibdiman desam, bundan keyin dadamga beshimni ko'tarib qaray olmaydimman. Uning ustiga opamni kichigimdan "Navoda bir yutum aroq ichsang, sana bergan bir timim sutimdan rozi bo'lmayman" deb jon qilgan tursa. "Ko'rishib baqdinglarmi?" "Ha, ko'rishdik. U bek bechora ekan. Uning dadasining savdo ishini bitirish uchun og'aynisining o'g'li berganligini, yo'ldishining uni xarlaganligini, vafosizlik qilganligini, keyin qattiq urib tug'mas qilib qo'yganligini, yana gunohni uning ortib tug'mas deb xatini berib etganligini, uning boshqa biri bilan to'y qilib haqiqiy ahvolni deganda u yo'ldishining uni yo'lsib qo'yganligini, oxiri bo'lmay rayimsiz pulga dim tushgan bolasining hissiyoti bilan kori bo'lmagan ota-onasining pulni xashlashni xohlamay haliqi yerda ishlaganligini amal bor uning esdash qilib deb berdim. Ko'nglimda ularning ish chog'irib qo'shilib qolsam ajab emas deb o'yladim. Uning haliqi yerda ishlaganini anglab, dadam ko'zlarini yo'g'on qilib, "Shuni olman demaydigansa?" deb so'radi. Pozitsiyasidan qo'shilmaydiganligi chiqib turadi. Shundaqdimi deyish qarori keldim. "Ya bog'dan, ya tog'dan." Shu. İçimni ochiq qalam qilib oldi. Dadam bu gapimni anglab sal sukutdan keyin: "Sening uning bo'lgan esdashliqing asosida shakllangan muhabbat qancha davomlasha? Buni o'ylashdingmi?" dedi. Qarmoqqa dadam meni nasihat bilan bu niyatimni yondirmoqchidek qiladi. Dadamga maydonimning chinligini bildirib qo'ymoqchi bo'ldim. 6 oyga qiyin yuribdimiz. Shundoq baxtli o'tdik. Xudoyim buyursa 6 yil, hatto 60 yil shundoq baxtli o'tilganligimizga ishonchim bor. Senmi bilasan dedi. Men hali u qizga, hali bu qizga qana so'rab yurdiganlarni emas-ku, deb gap so'zda dadamni qayil qilmoqchi bo'ldim. Lekin undaq odamlar bilan qandaqmi qudi bo'g'li bo'lsin? Opam so'z qistirdi. "Mavu opamni. Men tarafda turib Xudoyim baxtimlarni bersin demdikin desam, baraqlik askilishib ketdi-g'amdi. Sana kerak kelinmi yoki ota-onasimi?" Yanıla so'zim orqali dadamni qayil qilishni o'ylaydim. Uyda dadamning degan gapi gap. Dadam qo'shilsa, opam birdan qashab beqib jim qolar debdiman. Nədikini? Oxirida ishlar o'ylaganimdek chiqmadi. "O'ylab so'zla, balam", dedi dadam keskin ohangda. "Sana xotin kerak bo'lsa, bizgami xudi kerak?" "Qudang bormi desa, bor degidek odamlarning qizini elib bermsak qandoq bo'ladi?" dedi opam. Shu topda burun xili salmoqqa gap qiladi deb qaraydigan dadamni, hamma ishda mehribonbat, odamiylikni birinchi o'rin qo'yadigan opamni yangi tanishgan odamlardek his qilmoqda edim. "Rost aytamsizlar?"
hayron bo'lib so'radim. Dadam, albatta. Bunda qishqim chaqchaqig'i bo'ladimi? To'pi alsangmi, do'ngdan al degan gap bor bolam. Qudu bo'lsaqmi, foydasi tegadigan, yaxshi kunning yomoniga uchrab qiyinchilikda qolsaq, ancha-muncha yulaydigan odamlar bilan qudu bo'lmasak, jafo tartibli o'tadigan gap. Dedi opam. Voy xudo. Sizlar o'zinglarni yo'laydigan qudisizsanglar, haq qizdimamdika? Hamma odam shunday qo'ysa, bizda o'ta nomrod odamlarga qudi chiqmay, qizlar tul, o'g'illar bo'ydoq o'tib ketgandek-da. Dedim masxara aralash. Burun ota-onamga bundoq talaffuz yaqib olmagandim. Ularning gaplarini anglagan sari bir tarafdan azoblansam, yana bir tarafdan ularga sal xafa qildim. Lekin shundoq gaplarni degach, ichim bo'shatolmoqchi bo'ldim. O'g'lim, dadam qattiqlik gap qildi. Ha, nima? Men o'zim besolamadim. Hey, dadangga mushundaq gap qilamsan? Opam bilikimdan tortib o'ziga qaratmoqchi bo'ldi. Nima bo'tsa, voy? Epamsak bizdan bosh qo'ymaydigan o'xshamamsa? Dedi dadam ta'na aralash. Epamsanlar uni biroqlar qachiman shu. Qat'iy iroda kelgandim. Endi kenimga yonsam, muhabbatimdan voz ketsam bo'ladi. Badbaxt. Dadam chachirab o'rnidan turdi. Mushchaqcha dadam meni bundoq tilab boqmag'aydi. O'zimni sal cho'chib qoldim. Lekin og'zimdan chiqqan gapni qat'iy yondira olmaydim. Dilxumarni ko'rishdiki, texim kuchayga turdi. Uni izlab berib, "Jinim, yiroqlarga ketayli. Bizni tushunmaydiganlar orzu yashamayli" degim keladi. Haq beshini piqrasi bilmay, nədiki rasvalarning depiq usulanib ketgan gap. Dedi dadam menga chaqchib qarab. Dadamning uni rasvo deganini anglab, raslachig'im keldi. Bularning qo'shilmaydiganligini his qildim. O'rnimdan turib, "Rasvo demajmi?" dedim dadamga umrimda birinchi qatim chaqchib qarab. "Deyman-ku." Dadamning burun teshiklari barg'an sir kengayotdi. "Nadi ko'rgandan rasvolikni?" Bu gapni deb bo'lib, burun urish bergan chog'ma qallamda g'ilpol kechdi. "Dada deganmisan dek bo'lamdi?" Balam, dadang bilan takallashma. Opam ansiz bo'ldi. Ang'ich singlim yig'ilgan peti chiqib keldi. Aka, dadang bilan takallashma. "Kiramoqchim." Opam, Balam, uningda nima guna? "Bo'ldi qilasanmi?" Opamga beshini burab ulgurmayla, dadam, "Og'zingni yum." Dadamning urgan tasikidan ma'zim silab turib, shundoq xo'rlik his qildim-da, chidamay sirtqa uzunni otdim. Balam, Xayratjon! Xayratjon! Opam kaynimdan to'g'lab qoldi. Udul bekatga bordimda, Urumchidan beldidan birini ilib mashinaga chiqdim. Mashina yo'lga chiqay deb qolgan chig'i, men chiqib uzun o'tmayli qo'zg'aldi. Yo'lda bayqishlarni o'ylab, derazani sirtqa qarag'ach, yana xiyolga cho'kdim. Azaldan ota-onam bilan qattiqroq ovozda vaqirish baxmaga edim. Bugun tunji qatim dadamga, opamga vaqirab, ularni silkib, yana tayoq yedim. Qattiq qor keldi. O'ylagan sir boyiq o'yda bo'lib o'tgan ishlar ko'z oldim kilavlatdi. "Sizlar bo'lmasanglar yasholmamdim" deb o'ylaydim ichimda. Dilxumarga telefon uray deb yenimni aqtirsam, telefonim yo'q. Telefon elolmabdim-da. O'ylayapman. Berib, Dilxumar bilan ko'rishib, uni elib boshqa yerga ketish. Hech bo'lmaganda Urumchidan ular bizni topolmaydigan yerga ketish qaror qildim. Qadirmash xiyollar ichida Urumchiga keldim. Bekatdan chiqibla ommaviy telefonda uning telefon qildim. Telefon u oldi. Vay, Nima deyishimni bilmadim. Uning hech nima yo'qla, uydan chiqib ketdim. Boshqa yer ketayli desam, qamlashmaydi-da. Shularni o'ylab olsam, u yana gap qildi. vay. "Assalomu alaykum" dedim, cho'nqir nafas olib. U birdan turib etib, bo'sh ovozda Va alaykum assalom. dedi.
Tova, maaşını qara. Bayatlı eng hürmetleydigan, eng amraq adamların bilan uruşup öyden yenip çıqqan adam, endi uning ovozini anglab ko'nglim ko'tarilib qoldi. Yaxshi, debla jim turib oldi. Meni tanıyalmağa o'xshaydi deb. Men G'ayrat, Turpondagi G'ayrat. Sen Dilxumarg'u? dedim. Ha, bildim. Men Dilxumar. Men xush bo'lib sakrab ketamkin desam, uning ovozi shuncha bo'sh, shuncha jonsiz edi. Men sal ansirab. Nim bo'ldi? Og'rib qolmagansa? Yo'qay. Shu zukam bo'lib qopti men. Ha. Men hozir Urumchida, sending bebekatda. Sen saqlayman kela. San gapim bor. Ma'qul. Kechkiz bo'lsa-mu, Urumchi xilli sovuq edi. Qarab baqsam, ko'chlik odamlar ichida men eng nefis kiyinayapman. Turponda xalqlar yangi qisqa maykalarni kiyib yursa, bu yerda chapan kiydigan. Burunmi anglagan, lekin baya Allohizal 1,5 soatlardan keyin u keldi. Yana 10 minut tushundim. Qo'lida bir chapan, yangi olgandek turadi. Yiroqdan kulimsirgan tikilib o'tadi. Lekin nima qildi? Uning bu kulgisi burunga o'xshamaydi. Uzun ko'rishmagach shundoq tuyulayotgan bo'lsa kerak, deb bu gumonlarimni tezda yo'qotdim. Gerçi uni ko'rib, ichimdan o'zim o'ylaganday xo'shal bo'la olmagan bo'lsam-mu, zo'rg'a kulimsirab turdi. U yana kelib chapanni menga bergach. Sizni cho'qim nefis kiyinib keladi degandim. dedi. Bayıqı gumonim kallamda yana g'ilpol agdi. Lekin to'ngilmadim. Yuragimda lavaldab turgan o'tpa, dedim yuragimni nima qilib. Yuring. Belikimdan qo'ltiq olgan bo'lsa-mu, kallamda yana nurg'un qalamgan xayollar agdi. Ajab burunqidek paralchamaymiz-ku. Yana to'y qilib oldim ya. Tushdagi ishqi bo'lmaganligi uchun teshitdim ya. Shularni o'ylab uningdan so'radim. Sen bir xil bo'lib qolsan-ku. Undaq emas-ku? dedi u. Qarmoqqa samimiy emas taqiladi. Ko'nglimda bir gapim bordekla. Burun paranglasam, ko'nglimga nima kelsa shuni deydigan odam endi gap so'zingga ixtiyorsiz diqqat qilib so'zlayotdim. Undaq emas. Taksi to'sayli. U hech ko'zim qaraydigandek emas. Yuzini mendan apqachib o'tiradi. Turib, boshqa birsini tepib oldim ya, deb gumon qiladi. Yana turib, ko'chada odamjiq. Uning usti kunduz bo'lg'achqa xijil bo'layotgan chig'i, deb o'zimga tasalli berdim. Mashinada o'tiribmi degandek ko'ngillik paranchamadik. U uydagilarning ahvolini so'raganda, ularmi bu yerga kelganini biladi. Seni to'g'ri tunishgan deb qo'ydim, debla gapni uzib o'tdim. Maqsadim ayrim joy deyish edi. Bu gapim ishonmadi. Bek yomon deb. Bu turqimni qarabla hammashni bilib bo'lgandek qiladi. Taksi bir qahvaxonaning oldiga kelganda, u mashinani to'xtatib, unimay mashinaning pulini to'lab, qahvaxonaga boshladi. Qahvaxona nafs bizlagan bo'lib, kayfiyatim joyida bo'lgan bo'lsa, xil sapsilib qarab boqadikman. Lekin uning ko'nglidagi oshu gapning kallamdagi gumonni yo'q qilish uchun udillik ila bir xoliroq joyda o'tirdik. Bu qitimmi u yana bir mo'ch narsani buyurtib, pulini o'z to'layapti. Cho'qim deydigan gapi bor, deb o'yladim. Bo'lmasa bunchalik qilishib ketganlarni emasdik-ku biz. Sen rostla bir xil o'qibsa, dedim men. Nima gap o'z davagina? Uningdan un chiqmadi. Shu topda hissiyotim boshqachalar. Atigandlik ko'rish to'g'ri nimalarni o'ylab ketmaganman. Amdilikda bu uning usti-beshi qaytadan sap soldim. Burunga qo'yayotgan chichi bo'g'ilgan. Girimni susli qiladi. Amdilikda qiyni qilib olgan bo'lib, xuddi kalpuklarga qizil qog'oz chapib olgandeklar. Ko'zlariga bo'yoq qalam bilan sizib olgandeklar. Ko'zlaridami
Yüzlerdimi nur yo'q. Xili yoshlarga kirib qolgan ayollardeklar.